Xo'sh, o'zimga keladigan bo'lsak, shu 5 yil ichida qayerda ishladim. 21-yil aprel oyi kelganman Peterga. Bir hafta mehmon bo'lib Peterdan karantin paytlari edi. Hammani eslab bo'lsa kerak, $1000 bilet olib samolyotga yana Toshkentdan Peterga uchib, zaddirishkalar bo'lib, rosa qiynalgan biza. Undan yaxshi keyin Peterdan Ufaga samolyotga bilet olib 2 kun Ufaga kelganman. Endi bu ish tarixim bo'yicha ma'lumot beryapman. Keyin Ufada ishladim 1 yil, 1 yil emas, 8 oy Ufada ishladim. Keyin bu yoq Stroykada o'sha sovuq tushib, qish tushib, keyin tonish bilish qilib Kazanga keldim, Nabirjinchilni shahriga. Bu yerda Kamaz zavod bor bilsalaring, Kamaz zavodga ishga kirdik. 21-yil oylik qanaqa edi? 21-yil eslayman 30 ming qo'limizga pul olaydik. 22-yil yana qaytib ketdim Kamazdan bo'shab Ufaga, yana Stroykada ishlab 6 oy. Keyin yana qaytishga qaror qildim. Bu safar boshqa zavod, o'sha Nabirjinchilda просто zavod boshqa производство. Rostar metallurgiya degan liteyka частный odamni, o'sha собственно bitta odamni liteyka zavodiga ishga kirdim. Bu yerda lekin oyliklar yaxshi edi. Обручик bo'lib ishga kirdik. 22-yil o'rtacha oylik Rostar zavodida 45 ming, 50 ming atrofida edi. 60 minggacha bo'lardi. Men ishlagan mani soham обручик bo'lsa balga ishlatardim. Zilka edi. Kesgan temirimga, kesgan detalimga, zapchasimga qarab pul olganman. 22-yil o'sha paytda 100 ming, 120 ming pul chiqaydi. Bu o'sha paytdagi oylikka qaraganda ancha ko'p edi. Xullas shunday qilib 3 yil umr o'tib ketdi shaxta. Umuman O'zbekistonga bormasdan ishladim. 24-yil borib keldim bir oyga. 25 yana shu Rostar bu yoqi sanksiyalarga tushib qolib, o'sha ta'sir qilishni boshladi. Oylik zaddirishga bo'lib, shunaqa bo'lib, baribir nolimaymiz. Boriga shukr qilib o'shanda ham ishladik. Yaqinda keyin bu Yerobogaga vakansiya ochildi. Kamsolli o'zbek primat qildi. Shular ichida qandaydir omadim keldim, bilmayman, men ham kirib qoldim. Hozircha ishlayapmiz, yaxshi. Bu mana shu 5 yillik ichidagi polni parabota ish bo'yicha polni ishlagan joylarim.